Xitoyning lagerlar bilan Darıltam qurishni mos qadamda kuchaytirishi nimadan bishorat beradi? 20-iyun Erkin Asiya radiosi bergan xabarda bildirilishicha, Sharq Turkiston xalqi ichidagi cho'nglar lagerlarga elib ketilganligi sababli tirik yetimga aylanayotgan bolalar Xitoyning yuqori besimli siyosati keltirib chiqarayotgan yana bir jiddiy masalaga aylangan. Navbatda boshpanasiz qolgan bolalarning Xitoy tarafidan yetim yesirlar paravanliq o'rinlarga o'rinlashtirilayotganligi ilgari surilmoqda. Doirlar yana yaqindan buyon janubdagi nahiya va yezilardami Darıltamlarni jiddiy qurishga boshlagan. Xitoyning lagerlarni kengaytib qurish bilan bir paytda yana Darıltamlarni qurishni kuchaytganligiga diqqat qilgan ba'zi kuzatuvchilar buni Xitoyning lagerlarni uzun muddat davom qildirganligining yana bir bishorati deb mulohaza qilmoqda. Buningdan bir qancha oy ilgari himoyasiz qolgan bolalarning ko'payayotganligi, shundaqla ularga mahalla komitetlari mas'ul bo'lib, ba'zi maktablarni vaqtliq paravanliq o'rniga aylantirgan bo'lsa, yana ba'zi bolalarning Darıltamlarga opirib berilayotganligi dalillangan edi. Bu haqda ilgari Qashqar Chaskochi mahalla komiteti xodimi oilasi bo'yicha lagerga elib ketilgan bolalarga Xitoy doiralari mas'ul bo'lib Darıltamlarga o'rinlashtirayotganligini bildirgan edi. Yaqindan buyon o'zining yurtdagi ota-onasi va qarindoshlaridan tortib tarbiyalashga elib ketilganligidan xabar topgan bo'lsa-mu, oilasida igichaqsiz qolgan bolalardan xabar ololmay, ularning oqibatidan bakrak andishlanayotganligini inkos qilayotgan Uyg'urlar barg'ancha ko'paymoqda. Bir qancha oy ilgarigi uchurlarda Xotan shahridagi Darıltamda xizmat qildigan bir ayol ota-onasi tarbiyalashga elib ketilganlikdan Darıltamlarga kelgan bolalarning jiqliqidan karvat yetishmay qolayotganligini, bu joylarning yashash tamoq sharoitlarining intayin nacharligini, hatto bolalarni tamoqdanmi qisib bir haftada faqat bir kun go'shtlik tamoq bersa, qolgan 6 kunda bolalarni faqat quruq shovgirish bilan beqiyotganligini oshkorlagan edi. Amerika BDT kishilik huquq kengashidan ayrildi. 20-iyun Qrim agentligi bergan xabarda bildirilishicha, Amerika kishilik huquq kengashidan ayrilganligini e'lon qildi. Amerikaning BDTda turishliq doimiy vakili Nikki Haley bu haqda bayonot berib, Prezident Donald Trumpning 1 yil burun BDT kishilik huquq kengashida islohot bo'lmaganda Amerikaning mazkur tashkilotdan chekinganligini eskartganligini eslatib, kengashda hech qanday islohot bo'lmaganligini, kengashdagi Xitoy, Kuba va Venezuela qatorliq davlatlarning kishilik huquqni dafsanda qilayotganligini, kengashning Isroiliyaga qarshi bir taraflama qarashda ekanligini, kishilik huquq kengashining Isroiliyaga nisbatan bir taraflama muomala qilganligiga qarshi ekanligini, kishilik huquq kengashida yangiliklar amalga oshgandan keyin qaytadan a'zo bo'lish mumkin ekanligini bildirgan. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo so'zida kishilik huquq kengashining kishilik huquqni qo'g'dash iqtidoridan qolganligini, kengashning kishilik huquqni dafsanda qilgan davlatlarga yon bosganligini, Isroiliyaga qaratilgan tanqidlarning ikkiyuzlamachilik ekanligini bildirdi. BDT bosh kotibi bayonotchisi Stefani Dujarric Amerikaning BDT kishilik huquq kengashidan ayrilganligini bildirgandan keyin yozim bayonot e'lon qilib, bosh kotib Guterres Amerikaning kishilik huquq kengashida turishini xohlaydiganligini, BDT kishilik huquq kengashi dunyo miqyosida kishilik huquqni tashviq qilishda va qo'g'dashda muhim rol o'ynab kelayotganligini bildirdi. Xabarda BDT kishilik huquq kengashi 2-iyulda to'planib, Falastin Isroiliya masalasini muzokara qilishga boshlaganligi, kengashga 47 davlatning a'zo ekanligi bildirildi. Vyetnamda Xitoyga qarshi namoyishlar davomlashmoqda. 20-iyun Reuters agentligi bergan xabarda bildirilishicha, Vyetnam xalqining Xitoyga qarshi noroziligidan cho'chigan Vyetnam hukumati Xitoyga yer ijara berish haqida muzokara elib berishni 10-oyga kechiktirdi. Xabarlarda Vyetnam xalqi Xitoyga bir g'erich yerni ijaraga berishga bo'lmaydi degan shuarlarni to'lab namoyishni davomlashtirganligi, Vyetnam xalqining Xitoyga yer ijara berishga qarshi norozilik bildirishiga asosli sabab bo'lsa, Xitoy shirkatlarining yer ijaraga olgan davlatlarga ishchi yo'tkab, muhitning bulg'inishi qatorliq ijtimoiy va iqtisodiy ziyonlarni keltirib chiqarishdan boshqa, Vyetnamning egilik huquqiga tahdid elib kelishning oldini olish ekanligi bildirilgan. Natijada Vyetnam hukumati Xitoyga yer ijara berish haqida muzokara elib berishni 10-oyga kechiktirdi. Undan boshqa Xitoyning Janubiy dengizdagi egilik huquq talash tartish qilinayotgan dengiz rayonida sun'iy orollarni paydo qilishi Vyetnam qatorli qo'shni davlatlarning qarshiligiga uchrab kelayotganligi Vyetnam xalqining Xitoyga qarshi namoyish elib berishidagi sabablarning biri ekan. Tangzongzi bayramini tabriklamaganlar lagerga qamaldi. 20-iyun China Eye to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy rejimi Tangzongzi bayrami tashviqotiga moslashmaganlarni atalmish tarbiyalash lager nomidagi jazo lageriga qamadi.
Xabarda Xitoy rejimi Xitoylarning Tangzongzi bayrami mezgilida Sharq Turkistonning Xotan, Qashqar, Aqsu qatorliq rayondan 40 kishini Xitoyning tashviqotini rad qilib, zungzi tugish yoki zungzi yeyishni rad qilganlik bahonasi bilan atalmish tarbiyalash lageriga so'lganligini, yüznecha oila Xitoy rejimi o'rinlashtirgan Tangzongzi chog'inni tabriklash faoliyatini rad qilganligi uchun jarimani qo'yganligini oshkorladi. Tahlilchilar Xitoy rejimi ilgari Sharq Turkiston xalqining diniy va milliy madaniyatiga aloqador bayramlarni yumshoq vositalar bilan ojizlashtirishga urinib kelgan bo'lsa-mu, biroq sazgur jasoratlik Uyg'ur xalqining qarshilik ko'rsatishi bilan maqsadiga yetolmaganligini, amdilikda Uyg'urlarning madaniyatini oshkora cheklab, Xitoy madaniyatiga aloqador bayramlarga qatnashishga majburlab, Sharq Turkiston xalqini majburiy assimilyatsiya qilishga boshlaganligini bildirishmoqda. Xitoyning ministr darajalik 4 organi birlikda terrorlikqa qarshi qo'llanma tuzib chiqdi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, yaqinda Xitoy mamlakatlik taftish mahkamasi, Xitoy mamlakatlik oliy sud mahkamasi, Xitoy adliya ministrligi va Xitoy JX ministrligi birlikda terrorlikqa yotadigan jinoyatlarning jazosi va qonuniy tartibi haqida bir qo'llanma tuzib chiqqan. Xitoyda chiqadigan Yer shari vaqti gazetining bugungi inglizcha sonida xabar qilinishicha, bu qo'llanmada terrorlikqa yotadigan mazmundagi materiallarni to'rda yozgan, o'qigan va tarqatganlarning jinoiy javobgarlikka tortilganligi bildirilgan. Bu qo'llanma o'tgan juma kuni Xitoy mamlakatlik taftish mahkamasining to'r betida e'lon qilingan. Yer shari vaqti gazetida bu to'g'riliq fikr bayon qilgan Xitoy Markaziy Millatlar universitetining mutaxassisi Xiong Kunshin terrorlikqa yotadigan mazmundagi materiallarning to'rlarda borgan sari ko'zga ko'pchilik qilgan bo'lib ketayotganligini eskartgan. U mazkur qo'llanmaning terrorlik xohishidagi kishilarni, ya'ni terrorlikqa qarshi qonunga xiloflik qilish ehtimoli bor kishilarni bayqab, bekitish uchun tuzib chiqilganligini bayon qilgan. Sharq Turkistonda oldingi yillarda diniy asabiylikning 75 xil alomati qatorliq qo'llanmalar tarqatilgan va o'tgan yili terrorlikqa qarshi qonunmi ma'qullangan edi. Xitoyning bu qatim ministr darajalik 4 organi tuzib chiqqan mazkur terrorlikqa qarshi qo'llanmaning oldinqilaridan qanday farqqa ega ekanligi mazkur xabarda tilga ilinmagan. Yillardan beri mustaqil xalqaro axborot vositalari Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda atalmish terrorlikqa qarshi turishda qonunga asoslanmay hujjatga asoslanayotganligi, erkinlik uchun kurash qilayotganlarni terrorlik bilan ayblayotganligini eskartib kelgan edi. Shuning bilan bir vaqtda xalqaro taratqular Xitoyning terrorlik bilan ayblanguvchilarni jazolab qolmasdan, balki Uyg'ur millatini butun bir millat gavdasi bilan jazolayotganligi haqida ko'plagan xabar va maqolalarni e'lon qilib kelgan edi. Turkiya insonparvarlik yordamida dunyo bo'yicha birinchi bo'ldi. Turkiya oldingi yili dunyo bo'yicha eng ko'p insonparvarlik yordam qilgan davlat bo'lib baholandi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, markaziy ishxonasi Angliyada turishliq taraqqiyot ustunligi tashkiloti dunyoda har yili qilinayotgan insonparvarlik yordamlarini hisoblab chiqqan bo'lib, 2018-yillik dunyo miqyosi insonparvarlik yordam dokladida Turkiyaning oldingi yili 8 milliard 70 million dollarlik yordam qilish bilan dunyo bo'yicha eng ko'p insonparvarlik yordami qilgan davlat bo'lganligi ta'kidlandi. Rad bo'yicha Turkiyadan qolsala 6 milliard 680 millionlik yordam bilan Amerika ikkinchi, 2 milliard 990 million dollarlik yordam bilan Germaniya uchinchi, 2 milliard 520 million dollarlik yordam bilan Angliya to'rtinchi, 2 milliard 240 million dollarlik yordam bilan Yevropa ittifoqi 5-chi bo'ldi. Turkiyaning insonparvarlik yordamlari davlat umumiy kirimiga selishtirgan asosda radga tizilganida 0.85% bilan birinchi bo'ldi. Orqadan radga tizilgan Norvegiya va Luxemburg 0.17% bilan ikkinchi va uchinchi bo'ldi. Amerika bo'lsa davlat umumiy kirimiga selishtirganda 0.04% bilan 19-o'ringa tushib qoldi. Turkiya 2013, 2014 va 2015-yillik xalqaroliq dokladimi 3 yil orqadan dunyo bo'yicha eng ko'p insonparvarlik yordam qilgan 3-chi davlat bo'lgan va yaqinqi 2 yil bo'yicha 2-chi bo'lgan edi.